Video boshida sizlarga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ushbu kanalda reklama va hamkorlik xizmatlari mavjud. Servisingizni yoki kanalingizni reklama qilib beramiz. Qiziqqanlar bemalol kommentariyadagi yoki opisaniyadagi silkadan o'tib narxlar bilan tanishib chiqishlari mumkin. Bu uy va bu uyning 3-etajida meni kimdir kuzatardi. Men bir narsani bilardim. Agar o'sha kuni men bu narsani ko'rmaganimda, mening qo'shnim o'lishi 100% kafolatlangan edi. Men bir shaharchada yashardim. Bu yerda chiroq ko'p o'chib yonardi va men yashaydigan kvartira anchagina eski va yetarlicha odamni qo'rqita olardi. Men domimiz yonidagi do'konchaga bir pachka sigaret olishga borgandim. Ko'chalar bo'sh va uyimga qaytganimdan so'ng cho'ntagimdan kalitlar qidirayotganimda meni kimdir kuzatayotganini his qildim. Bu shunchaki hissiyot emas edi. Bu shunchaki bir narsa ediki, hattoki meni o'z ishimdan ham to'xtatdi. Shunda men g'alati narsalarni eshitishga umid qilardim. Qanaqangidir oyoq izlari yoki shunchaki pichirlagan ovoshlar. Lekin men bularni hech qaysini eshitmadim. Shunda ko'zim nimagadir domning 3-etajiga tushib qoldi. Bilmadim nimaga. Undan avval esa ko'zim hamma joyga qarab chiqdi va 3-etajda men bir ayolni ko'rib qoldim. U oy yorug'ligi ostida juda ham qo'rqinchli ko'rinardi. Oq cho'milish xalatini kiyib olgan, shamolda xalat hilpirardi. Soch ham shamol tufayli yuzini yopib turardi. Terisi shunchaki ko'karib ketgandek tuyulardi. Uning og'zi katta ochiq va menga tepadan turib to'g'ridan to'g'ri qarab turardi. Bu esa men o'zimni g'alati his qilishimga majbur qildi. Men nima qilishni bilmay unga qarab turgandim va shunda men sekin unga qo'limni ko'tardim. U ham biroz o'ylanib o'tirmasdan qo'lini ko'tarib menga qarab silkita boshladi. Bu juda ham qo'rqinchli hodisa edi. Men biroz cho'chidim, orqaga tisarildim va nima qilishni bilmardim. Men birinchi bo'lib o'yladim, bu 3-etajda Behruzning xotini Umida deb o'yladim. Ammo u aniq Umida emas edi. Chunki men buni bilardim. Nimagaki men eshikni yopishimdan oldin bir narsani eshitib qolgandim. Bu kvartirada yashovchi insonning ayoli ancha hafta, ya'ni 2-3 hafta oldin vafot etgandi. Bu meni yanada cho'chitardi va nima qilishni bilmay o'ylantirib qo'ygandi. Men janozani eslardim. Bu yerda Behruzning atrofida Nigina va Diyora ismli ayollar va men ham bor edim. U yerdagi gullarni eslardim. Va bir narsa aniq ediki, bu kvartiradagi aniq Umida emas edi. Shunda men o'z kvartiramga kirishga qaror qildim. Har bir oyoq ovozim doimgidanda balandroq eshitilardi. Qachonki men 3-etajga yetib borganimda yuragim odatdagidan ko'ra qattiqroq ura boshladi. Bu esa juda dahshatli holat deb bemalol ayta olaman. Shunda Behruzning uyining eshigi ochiq edi. U shunaqangi odam ediki, eshigini qulflagandan so'ng 2 marta tekshirardi. Men nima bo'lsa ham uning uyiga kirdim va uni chaqira boshladim. Ammo hech kim javob bermagandan so'ng ichkariroqqa kirishga qaror qildim. Biroz yurganimdan so'ng men siniq shisha bo'lagiga duch keldim. Bu nimaligini bilmadim va biroz hayratlandim. Shundan so'ng yanada ichkariroqqa kira boshladim va cho'milish xonasidan yotoqxonaga qonga o'xshagan narsa to'kilgandi. Shunda men cho'milish xonasiga borishga qaror qildim. Biroz qo'rqsam-da, nima bo'lsa ham bu ishni qilishga qaror qildim. Men qachonki cho'milish xonasiga kirganimda shu narsani ko'rdimki, hamma joy qon bo'lib yotgandi. Hattoki oynadan ham qon izlari bor edi. Xuddi kimdir yarani qonatib, so'ngra uni bog'lab qo'ygandek. Shunda men darhol telefonimni olib 911 ga qo'ng'iroq qildim. Shundan so'ng narigi xonadan chuqur nafas olishga qiynalayotgan insonning ovozi eshitildi. Men uncha o'ylanib o'tirmasdan tezda o'sha xonaga qarab bordim. Hamma joyda patlar sochilib yotardi. Yostiq yirtib ochilgan edi va bu yerda aniq nimadir bo'lganini ko'nglim sezdi. Shunda ovoz qayerdan kelayotganini aniqlashga harakat qildim. Birdaniga kiyim javon ochildi va Behruz yiqilib tushdi.
Shunda qo'rqmasligini, men unga albatta yordam berishim mumkinligini aytdim. U esa qo'rquvdan shunchaki titrardi. Men tezda kelib uni arqonlardan bo'shatdim. Shunda uni stulga o'tqizib suv berdim va suv ichishini aytdim. U biroz suv ichib olgandan so'ng va nihoyat politsiya ham yetib keldi. Behruzni kasalxonaga olib ketishdi. Kasalxonada unga 2-3 haftacha qarashdi. Jarohatlari uncha og'ir emas edi, ammo u nima bo'lganini aytib berdi. O'sha tunda ikkita o'g'ri uning uyiga bostirib kirgan va ketishidan oldin Behruzni kiyim javon ichiga qamab qo'ygan. Men unga uni balkonda ayolini ko'rganimni aytganimda, u hayron bo'lib qaradi va u yerda hech qanaqa ayol yo'q ekanligi haqida menga aytdi. U kasalxonada davolanib chiqqanidan so'ng 1-2 qutilarni o'z mashinasiga tashiyotganini oynamdan kuzatib turardim. Shunda men u korobkaning ichida bir oq xalatni ko'rib qoldim. Bu xuddi o'sha kecha balkondan ko'rib qolgan ayolning ustidagi kiyimga o'xshardi. Men tezda kelib Behruz akadan so'radim. Ya'ni bu siznikimi? Yo'q, bu mening xotinimniki deb javob berdi. Men hayron qoldim. Men o'sha tundagi voqeani shunday eslayman. U ayol meni qo'rqitish uchun bo'lmagan. U shunchaki meni ogohlantirmoqchi bo'lgan.